2026-yilgi haj mavsumi yakunlandi. Muqaddas safarni ado etish uchun yurtimizdan borgan ziyoratchilarning xavfsizligi, munosib sharoitlarda ibodat qilishini ta'minlash va tashkiliy ishlar samaradorligiga alohida e'tibor qaratildi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati rahbari Ilhom Ma'rufov brifingda ma'lumot berdi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Joriy yilgi haj mavsumida yurtimiz hojlari haj ibodatini mukammal ado etishlari uchun davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida barcha zarur shart-sharoitlar yaratildi. Shu yilning 2-may kunidan 18-may kuniga qadar respublikamizning To'qqizta xalqaro aeroportidan jami 62 ta avia qatnov orqali 15 ming yurtdoshimiz Saudiya Arabistoniga yuborildi. Ziyoratchilarimiz uchun haj qo'llanmasi nomli maxsus qo'llanma va mobil ilova ishga tushirildi. Shuningdek, ular safar davomida zarur bo'ladigan nimcha, sumka, termos, zontik va boshqa kerakli anjomlar bilan ta'minlandi. Hojlarimiz Madina shahrida 5 yulduzli Zamzam Pullman, Makka shahrida esa Abraj Daniya, Al Ayyam Elite, Romance, New Hotel, Marmara, Jasmine Garden, Basma Vahda va Roshin Aldar mehmonxonalarida istiqomat qildilar. Ishchi guruh a'zolari, tibbiyot xodimlari va oshpazlar tomonidan hojlarga yuqori saviyada xizmat ko'rsatildi. Hojlarimiz istiqomat qiladigan mehmonxonalarda tasdiqlangan taomnoma asosida kuniga 3 mahal issiq ovqat, shuningdek meva-sabzavotlar, shirinliklar va salqin ichimliklar taqdim etildi. Har bir mehmonxonada zarur dori-darmon vositalari va tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan tibbiyot punktlari tashkil etildi. Ularda 24 soat davomida ambulator va statsionar tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilib, hojlar salomatligini doimiy nazoratga olish uchun barcha zaruriy choralar ko'rildi. Hurmatli yurtdoshlar, joriy yilda mamlakatimiz tarixida birinchi marta muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan 100 nafar yurtdoshimiz prezident hojisi sifatida davlat tomonidan bepul muborak haj safariga yuborildi. Ushbu ziyoratchilar orasida mahalla raislari, mehnat faxriylari, shifokorlar, olimlar, uzoq yillar davomida diniy ma'rifiy sohada xizmat qilgan sobiq muftiylarning oila a'zolari va yaqinlari hamda turli sohalarda ko'p yillar davomida samarali faoliyat yuritgan, yurt koriga yaragan insonlarning borligi quvonarli hol, albatta. Ular yuksak e'tibor va ehtirom uchun muhtaram prezidentimizga samimiy minnatdorlik bildirib, muborak manzillarda vatanimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va yurtimiz ravnaqi uchun duolar qildilar. Haj mavsumida prezidentimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari bilan telefon orqali muloqot qilib, hojilar xoridan xabar oldilar. Bu muloqot ziyoratchilar tomonidan katta mamnuniyat bilan qarshi olindi. Shubhasiz, oxirgi yillarda hojilarga xizmat ko'rsatish va tashkiliy ishlar sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Shu o'rinda Mino vodiysida havo sovutgichlar, gipsokartonli shinam chodirlar, Arafotda esa maxsus sovutgichlar, yangi gilamlar, yumshoq yotoq o'rinlari, yostiq va choyshablar bilan ta'minlangan sharoitlar yaratilgani, Muzdalifada esa yangi gilamlar va sleeping baglar taqdim etilgani, yangi O'zbekistonda olib borilayotgan inson qadri uchun tamoyilning haj tadbirida ham namoyon bo'layotganining yorqin amaliy ifodasi ekanini alohida ta'kidlash lozim. Shuningdek, mavsum davomida ulamolar tomonidan muntazam ilmiy ma'rifiy suhbatlar tashkil etilgani hojlarni mamnun qildi va ularning ibodatlari mukammal bo'lishiga xizmat qildi. Hojlarimiz haj ibodatining asosiy rukni bo'lgan Arafot maydonida turib, yurtimiz tinchligi, taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi uchun duolar qildilar. Qurbon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqi va prezidentimiz nomiga tabrik yo'lladilar. Ziyoratchilarimiz vatanga qaytgach, ezgulik va ma'rifat targ'ibotchilari tashabbusini amalga oshirish niyatini bildirdilar. O'z navbatida haj 2026 mavsumini ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritish ishlari ham tizimli tashkil etilganini qayd etib, mavsum davomida 790 dan ortiq media mahsulotlar efirga uzatilgani, internet va ijtimoiy tarmoqlarda esa 2000 dan ziyod kontentlar e'lon qilingani
51 milliondan ortiq ko'rishlar qayd etilganini aytib o'tish lozim. Shuningdek, haj ibodatiga doir savollarga javob berish maqsadida Call markaz va Telegram bot tashkil etildi. Mavsum davomida 7000 dan ortiq savollarga O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi ulamolari tomonidan javoblar berildi. 2026-yil 2-iyun kunidan 19-iyun kuniga qadar respublikamizning 10 ta xalqaro aeroport orqali hojlarimiz Jidda O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha vatanimizga sog' salomat qaytib keldilar. O'z navbatida hojilarimizga ona vatanimizda ezgulik, yaxshilik, ma'naviyat targ'ibotchilari sifatida yoshlarimizning ta'lim tarbiyasi yo'lida olib boradigan faoliyatlariga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hojilarimizning hajlari mabrur hajlardan bo'lishini Yaratgandan so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.